Assalomu alaykum. Qadr bilan qadrdonlarim. Sog' salomatmisizlar? Farg'ona shahar asl uy-joy savdo, YouTube, Instagram, Telegram ijtimoiy tarmoqlarini kuzatib boruvchi aziz obunachilarimizga chiroyli, fayzli xonadonlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar Muqayyoda Flagmus yaqinida joylashgan 10 qavatli zamonaviy loyihalar asosida qurib bitkazilgan domimizda 4-qavatdan do'stlar 2 xonali 76 kvadrat metrdan iborat bo'lgan kvartiramiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Uyimiz do'stlar patkulich holatda, undan tashqari hamma jihozlari qoladi. Shu sizlarga chiroyli qilib bitta afzal qilib beray. Ma'qul bo'lsa, shundoqqina like deb bosib, bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu turgan joyimiz do'stlar oshxona. Biz bu tomondan boshlaymiz, sababi sizlarga tushunarliroq bo'lishligi uchun do'stlar. Qarang. Biz do'stlar hozir prоход hol qismiga chiqdik. Kirish qismi eshigi, sensorli eshiklar qo'yilgan, domofonlar qo'yib qo'yilgan. Kirganimizda chap qo'l tomonimizga ham, o'ng qo'l tomonimizga ham garderobli shkaflar qilingan. Biz bu tomondagi garderobli shkafni ochib ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Holati, kiyimlaringiz bemalol sig'ib ketadi. Plisoslarimiz bor ekan. Har bittasini o'zliklari uchun qilingan. Faqatgina do'stlar, endi hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra ushbu kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Bu tomonda yevro montajlar qilib qo'yilgan. Chiroyli mana bunaqangi gilomlarni solishgan, mana bunaqangi anglar qo'yishgan. Sababi mana bu xonani kengroq ko'rsatish uchun va chiroyli qandillar ilingan. Bu endi prоход hol qismi. Bir boshdan ketma-ketlikda ko'rsatib boraman. Hozirgi turgan joyim oshxona qismi, sifatli radiatorlar qo'yilgan do'stlar, chiroyli manzaralar ilingan, mana bunaqangi chiroyli svechchalarni o'rnatib qo'yishgan. Xo'p, bu tomonda nima yashiringan degan insonlarga bu tomonni ochib ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu tomonimizda duxkontrning отопленияsi bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin do'stlar, uyimizning yuragi shu joyda joylashgan. Bemalol bexijolat bu joydan foydalansangiz bo'ladi. Pechkalarimiz bor, gaz plitamiz bor, chiroyli mebellarni mana bunaqasini o'rnatib qo'yishgan, xolodilniklar qo'yib qo'yilgan, lekin jihozlari do'stlar ishlatilmagan. Bu uyimizning eng shirin joylaridan bittasi oshxona. Ichki eshiklarimiz do'stlar, xo'p, Rasulov eshiklariga o'xshayapti. Adashmasam Rasulov eshiklari taylari laminat pol bo'lgan. Bu endi mehmonxona qismi. Mehmonxonamizda ham chiroyli gilomlar ilingan, yumshoq mebellar qo'yilgan, pardalarda chiroyligi qo'yilgan, devorlarda remontlariga va qandillariga baho berib turinglar. Barchamizga shunaqangi fayzli, chiroyli xonadonlar nasib qilsin do'stlar. Havas qilganlar shundoqqina videoni tagida like tugmasini bosib, kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiring 1 dan 5 gacha son bo'yicha va videoni oxirigacha ko'rsalaring, tashqari hududlarni ham sizlarga ko'rsatib beraman. Bu tomonda hojatxona qismi, bu uylarda hojatxonasi alohida, sanuzel qismi alohida. Bu hojatxonasi devorlar, yerlar kafil bo'lgan, unitaz rakvinalari qo'yib qo'yilgan do'stlar. Va oshxonadan shundoqqina ro'parasida sanuzel qismi bor. Sanuzelimiz ham devorlar, yerlari 100% kafil bo'lgan, vannalarimiz bor, kir moshinalarni qo'yib qo'yishgan, unitazlarimiz bor do'stlar. Endi sizlar bilan birgalikda kattalar yotoqxonasiga tashrif buyuramiz. Kattalar yotoqxonasining remonti nima deyapti, hurmatli obunachilarim? Mana bunaqangi shkaflarni qilib qo'yishgan, bular ham mana ko'rishingiz mumkin, qimmatbaho shkaflar qilingan. Endi o'zliklari uchun qilgan ekan. Hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra ushbu xonadon sotuvga chiqyapti ekan. Yumshoq kravatlarimiz bor, televizorning zonamiz bor, rozetkalarni o'rnatib qo'yishgan, antenalarni chiqarib qo'yishgan, trimolarimiz bor. Bu tomonda o'zini do'stlar balkonchigi bor. Buni ham hozir sizga operatorim qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qiladi. Kattalar yotoqxonasining o'zida balkon qismi ham bor ekan do'stlar. Katta yo'lni bo'yidan uy izlayotgan aziz obunachilarimizga ushbu kvartirani taklif qilaman. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlar, uy egalari telefon raqamlari, kelinglar, ko'ringlar, gaplashinglar va bemalol do'stlar bitta qo'ldan xarid qilishlaringiz mumkin. Hozir sizlar bilan birgalikda tashqari hududga ham chiqib, tashqari hududlarni ham ko'rsatib, keyin sizlar bilan xayrlashamiz. Xo'p do'stlar, biz pod'ezd qismlariga chiqib oldik. Zinadan chiqqanimizda birinchi emas, ikkinchi ushbu 59-kvartira hisoblanadi. 4-qavatda turibmiz. Zamonaviy loyihalar asosida mana liftlarimiz ham qo'yib qo'yilgan do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Bunga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Biz liftdan tushmaymiz, biz zinalarini ham sizlarga ko'rsatamiz, tashqari hududlarni ham ko'rsatamiz. Keyin sizlar bilan xayrlashishga harakat qilamiz do'stlar. Bu uylar zamonaviy loyihalar asosida qurib bitkazilganligi uchun 100% pishig'ishda qurilgan. Hozir pastga tushib, pastdagi sharoitlarni ham sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beraman. Xo'p do'stlar, biz pod'ezd qismidan chiqdik. Shundoqqina kirganimizda birinchi pod'ezdda bu domimizni tashqi fasad qismi ko'rib maza qilinglar. Uyimiz oldida bolalar o'yingohlari bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mashinaga, parkovkaga joy, bolalar o'yingohlari bu tomonda joylashgan. Yopiq devor do'stlar, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Kommunikatsiyani o'ylamasdan yashaysiz bu hududda. Ketdik endi sizlar bilan bu tomonga chiqib, bu tomondagi sharoitlarni ham qo'ldan kelgancha ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar. Xatolari, nuqsonlari bo'layotgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Agar videomiz yoqayotgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Qarang, mana bunaqangi yopiq devor orqali kirasiz, shlagbaum qo'yib qo'yishgan, sababi tinch hudud bo'lganligi uchun. Maktab, bog'cha, magazin, apteka, poliklinika, klinikalar yaqin, katta yo'lda bo'yida. Shundoqqina o'ng yurib chiqadigan bo'lsangiz, Flagmusga chiqib ketasiz, chap yurib chiqadigan bo'lsangiz do'stlar, Vayiga chiqib ketsa bo'ladi. Shu hududda joylashgan. Bu endi domimizni orqa tomon tashqi fasad qismi. Bu tomonda birinchi qavatlari magazin, apteka, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Mana bu tomonga yurib chiqadigan bo'lsangiz, Vayiga chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu tomonga mana Muqayyoga chiqsa bo'ladi. Bu endi orqa tomondagi domimizni orqa fasad qismi. Ko'rib maza qilinglar, qo'limdan kelgancha obzor qildim. Xato va nuqsonlaridan ming bor uzr so'ragan holatda. Agar sizga videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Shunaqangi kvartira so'ragan do'stlarga ushbu videoni shundoqqina jo'natib qo'yamiz. Hurmatli obunachilarim, keyingi videogacha xayr, o'zlaringga ehtiyot qilinglar.